Ular bir qarorga kelishga majbur bo'lishdi va muzqaymoqni shisha idishda sotish fikridan voz kechishdi. Muzqaymoqni yetkazib berishning yangicha uslubi Angliyaning Manchester shahrida yashovchi Antonio Valvonaga tegishli. Bu taxminan 1902-yilga to'g'ri keladi. Oradan atigi bir yil o'tib, Atlantika sohilidagi Nyu-Yorkda italiyalik Italo Marchioni ismli yangi uslubdagi yesa bo'ladigan stakan yaratdi. Lekin afsuski bu ixtiro talabga javob bermasdi. Mazkur stakanlarni bugungi kundagi konus somon vafliga umuman aloqasi yo'q edi. Xo'sh, qanday qilib muzqaymoq va konus somon vafli birlashdi? Bu juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 1904-yilda Saint-Louisdagi butun jahon ko'rgazmasida birinchi vaflili muzqaymoq ixtiro qilingan. Hikoya qilishlaricha, butun jahon ko'rgazmasi dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan sotuvchilar bilan gavjum edi. Ernest Handi ismli suriyalik bir kishi Zalabi deb nomlangan shirin va ajoyib vaflilarni targ'ib qilgan. Demak, Ernest ushbu dumaloq vaflilarni Zalabi deb sotmoqchi bo'lgan va ularning nima ekanligini hech kim bilmagan. Mijozlar shunchaki uni oldidan o'tib ketishardi. Keyingi do'konda esa Arnold Farnachau juda ko'p muzqaymoq sotardi. Mazali muzqaymoqlar, sotaman u ketaman. Odamlar esa muzqaymoq nima ekanini bilamiz va o'shandan sotib olamiz deyishardi. Qisqasi juda ko'p sotganidan Arnoldning idishlari tugab qoladi. Ernest o'ylab ko'rib, vafli va konus yordamida bunga yechim topdi. U bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka qaror qilib, vaflilardan birini silindrsimon konusga aylantiradi va "Hoy Arnold, muzqaymoqlaring uchun idish topdim. Mana bunga muzqaymoq sol" deydi va bu hamkorlik katta muvaffaqiyatga erishadi. Natijada yarmarkadagi muzqaymoq sotuvchilari Ernestning konussimon vaflilarini sotib ola boshlaydi. U o'z ixtirosini Hangining konussimon vaflilari deb nomladi. Zamonaviy muzqaymoq konuslari shu tarzda